Ular, ey Parvardigarimiz, agar biz unutsak yoki xatolasak, bizni jazoga tortmagin. Parvardigarimiz, bizning ilgirgilarga yukligininga o'xshash bizga ig'ir yuk yuklamagin. Parvardigarimiz, kuchimiz yetmaydigan narsani bizga ortmagin, bizni kechirgin, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bizning egimizsan, kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin, deydi. Alemlerin Perverdigari Allah'a hamdü sanalar bolsun. Bütün rahmet, salametlik ve salamlar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve onun aile tavabatlarına, sahabe kiramlarına bolsun. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ını tılga ağan aman, o zatның insan içindeki en hürmetlik ikerligi namayan boladı. Muhammed Aleyhisselam'ның dadısı Abdullah, onun dadısı Abdülmutallib, onun dadısı Haşim, onun dadısı Abdümanap. Abdümanapның dadısı Qusay, Qusayның dadısı Kilab, onun dadısı Murra, onun dadısı Ka'b, onun dadısı Luay, Luayның dadısı Ghalib, onun dadısı Pahir, onun dadısı Malik, onun dadısı Nazir, Nazirның dadısı Kinana, onun dadısı Huzayma, Huzayma'nın dadısı Murrik, onun dadısı İlyas, İlyasның dadısı Mudar, onun dadısı Nazar, onun dadısı Ma'ad, onun dadısı Adnan, Adnanның 20. bovusu İbrahim aleyhisselamның oğlu İsmail aleyhisselamdır. Abdümanap Haşim oğlu naayetde sahi, mehribon, xalq ichida hurmatga sazovor kishi edi. Qarindoshlarga o'xshash tijorat bilan shug'ullanadi. Uning soyasida Makka shahri kichik bir bozordan muhim tijorat markaziga aylandi. Rim imperatori Haşimning ziyoratini qabul qilgan vaqtda Haşim Quraysh tijoratchilarining Rim diyoriga berib tijorat qilishni so'ragan edi. Imperator ma'qul ko'rdi. Shundan keyin Makkaga qaytib Arablar orasida texmi to'nildi va Arablar bilan Rim o'rtasida tijorat kelishimini tuzdi. Natijada Quraysh qabilalari uchun Qur'on Karimda qayd qilingan tijorat yo'lini ochdi. Qarindoshlari uning tijoratiga varislik qildi. Yamanga tijorat karvoni ivatdi. Yazda ve qishda karvonlar 2 qitim berib keldi. Rim imperatori qizini Haşimga bergan to'g'riliq gap so'zlar bor bo'lib, bu munosabat bilan Haşim G'azziga borganligi ma'lum va G'azzida o'lgan. U yerda dafn qilingan. Shu vajidan u yana Haşimning G'azzisi deb atagan. Haşim Makka Mukarramda to'y qilgandan keyin 3 o'g'il farzandlik bo'lgan. Nahila, Abu Sayga va Hasam. Haşim Şamga qilgan bir qitimliq safarda Yesribdan o'tishida Xazraj qabilasining oqsoqoli Zayn ibn Amirni ziyorat qildi va qizi Salma bilan to'y qilib Shayba ismli bir farzand ko'rdi. Haşim bir mezgil o'tib Falastinning G'azzi shahrida o'ldi. Shu joyga dafn qilindi. Haşimning o'limi Makka xalqini qayg'uga cho'mdirdi. Shayba balog'atga yetganga qadar onasining yanida turdi. Keyin Al-Mutallib Yesribga berib, Haşimning o'g'li Shaybani Makkaga elib keldi. Makkada Al-Mutallibning to'g'isiga minib olganligini ko'rgan odamlar uni Mutallibning setib olgan quli o'xshaydi deb Abdulmutallib deb atashdi. Ya'ni Mutallibning quli. Abdulmutallib cho'ng bo'ldi va Makka Mukarramning raisi bo'ldi. Uning Al-Harib ismli bir o'g'li bor edi. Abdümanap qabilasi bilan bo'lgan tuqqandarchilik munosabat Abdulmutallibni texmi kuchli qilg'i keltirdi. U Arab tuproqlarida mashhur kishilardan bo'lib qoldi. Zemzemni qoz Abdulmutallib. Zemzem? Zemzem degan nima u? Zemzem quduqini qoz. Zemzem quduqinimi? Zemzem quduqini qoz Abdulmutallib.
Zemzem quduqini qandoq qazaman? Zemzem quduqini qaz Abdulmutallib. Muqaddas uyning parvardigori. Bu ovoz nereden kelyapti? Zemzem quduqini qaz. Zemzem mi? Zemzem degan nima u? Ro'za tutqanlarning ussizligini qondiradigan, asla qurib qolmaydigan bir quduq. Qurbanlik qilinadigan yer bilan qog'i cho'qilgan yerning orasida. Zemzem quduqini qazaman. Ey harb, men bilan kel. Zemzem quduqini qazimiz. Bo'g'imiz İsmail bilan ulug' mo'minimiz Hajarning quduqini. Men bilan mang. Quraysh xalqi tez bo'linglar, tez. Qurbanlik qildigan yerga tez beringlar. Hey Bakira, sen nerede kaldın Bakira? Nim bo'ldi sana Ömer'a? Abdülmutallib qurbanlik qildigan yerni qazishga boshladi. Tangrilarga qurbanlik qildigan yerni quduq qazyapti. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Yo'q Ömer'a. Bunun quduq qazishiga ruxsat qilmaymiz. Abdülmutallib! Hey Abdülmutallib! Hey Abdülmutallib! Nima demoqchisizlar? Abdülmutallib, ishkinglarning quduq qazishiga yo'l qo'ymaymiz. Bu bizning ibodatlarimizni ado qiladigan muhim joy. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men bu quduqni qazaman. Bu yerda aslida bir quduq borligini ko'rmayapsizlar. Ularni yaqin yo'latma harb. Boy üstüge dada. Biz bu yerga sening bilan urush qilganmidik. Qazishni darhol to'xtat. Suv chiqmag'icha qat'iy to'xtatmayman. Ammo suyimlik jiyanimiz, sen bilan jidallashganimiz yo'q. Makkada bir necha quduqlar bor-ku. Nimishqa boshqa yerni qazib suv chiqarmaysan? Agar boshqa yerni qazsang, sana yordam qilib emasmi? Seningdan o'tilib qolayli. Bu yerni qazma Abdulmutallib. Bu menga amr qilindi. Bu emirni sana kim qildi? İçimden chiqqan bir ovoz. Menga to'liq yoshlik qilmanglar. Ishni vaqtida bitirib olay. Bununla biz ruxsat qilmaymiz. Balangni elib ket. Sen yolg'iz. Biz bilan qarshilashib bo'lmaysan. Nimanga ishonch qilsan, deb baqa. Bu yerdan tez ketinglar. Hay Allah, bu nima bo'lib ketdi endi? Möcüzü oldu. Bu rastlı su mudur? Abdülmutallib, bu rastlı su mu? Yo'q, bu degan xazina. Jurhumning xazinasi. Makkaga elib kelingan. Hammasi oltindan yasalgan. Bir yurish qilich bilan qalqon. Bulağı bizni şiiri qilsan Abdülmutallib. Şundak. Bu nima degan gap endi? Bu yerni qizish amri menga berilgan tursa, sizlarning nima hassanglar bo'lsin? Abdülmutallib, bunun hammasini sana berib versak bo'lmaydi. Ey Quraysh xalqi, sizlar mening qabilam va oilam sizlar. Ammo Hashim qabilasini chaqirsam, ular men tarafda bo'ladi. Sizlarning menga chiqirishinglarga yo'l qo'ymaydi. Dadam bu yerden xo'jayini. Quduqning suyini topgan qadar menga daxl qilmanglar. Qazgan narsalarimni Ka'baga kelib beringlar. Kimning g'alaba qildiganligini ko'ramiz. Hozir menga qaşlik qilmanglar. Uni qanday hal qilsa? Qol o'qlari bilan. Men bilan sizlarga ikki o'lish qolsin. Qog'ini Ka'baga tava. Sening ixtiyoringga qo'ydik Abdülmutallib. Teklifini qabul qildik Abdülmutallib. Zamzam quduğunu kazishini davomlashtiraver. Quraysh xalqi, bu loy. Ey Quraysh xalqi. Mana bu Zamzam quduqi. Bo'g'imiz İsmail bilan ulug' mo'minimiz Hajarning quduqidir. Allohning irodasi bilan menga qurib qolmaydigan, hojilarning ussizligini qondiradigan Zamzam quduqi. Tangrilasini o'z panohida saqlasin. Makka raisi Abdülmutallib. Shuning bilan Abdulmutallib
Kabe xazinasini pal o'qlari tutadigan kishilarga pal oshqozdi. Natijada Abdulmutallib tutib chiqdi. Shundaqla Kabe'ga bo'lgan ixlosini bildirib, Kabe'ning ishikini xazinadan chiqqan oltin bilan yasatdi. Qabilaning uning bilan qarshilashganligini ko'rgan Abdulmutallib 10 o'g'illik bo'lsa, birini qurbonlik qilish uchun Alloh nomidan qasam qildi. Uningdan keyin 4 xotin bilan uylandi. Ulardan 10 o'g'il farzand ko'rdi. Qasimini baja keltirish uchun 10 o'g'il orasida pal ochdi. Pal eng suyimlik o'g'li Abdullah'a chiqdi. Ey Mahsum qabilasi, o'g'linglarni qutuldiringlar. Abdulmutallib Zamzam bulug'ida qilgan qasmini ado qilish uchun o'g'lini qurbonlik qilmoqchi. Abdulmutallib aqlidan ezibdi. Buningga yo'l qo'ymayli. Bo'lmasa bu Quraysh xalqiga odat bo'lib qoldi. Ey Mahsum qabilasi, o'g'linglarni qutuldiringlar. Abdullah, oğlum, sen hakikaten itaatkar ve sadık bir bal oldun. Yo'q, dada, yo'q. Unda qilma, dada. Men senden ötünüp qalay. Unda qilma. Balkim Kabe'ning Parvardigori sana boshqa bir chiqish yo'l tepib berar. Ben qasam qilgan. Qasimimdan qat'iy yanmayman. Abdulmutallib, Mekke'nin reisi. Unda qilma. Herkes unda qilma. Unda qilma. Diyorimizning oqsoqli. Unda qilma. Hey Quraysh xalqi. Ondaqda qasamchu. Qasam qandoq bo'ladi? Unda qilma. Abdullah Fatimaning o'g'li. Uni o'ltirishingga herkes yo'l qo'ymaymiz. Ammo men qasimimdan yansam bo'lmaydi. Bo'lmasa men Abdulmutallib degan ismni yo'tga o'taman. Unda qilma dada. Ukamni bo'g'izlasang bo'lmaydi. Men Abdullahni hammadan bek yaxshi ko'raman. Kabe'ning Parvardigorining haqqi hurmat uchun o'ldirma. Unda qilma. Ey Mughira. Hey Harb. Hey Abdumanap. Qarab turmay bir ish qilsanglar-chu. Qadrlik navri inim. Birinchi bo'lib bolasini o'ltirgan sen bo'lib qolasan. Bu qavm ichida odat bo'lib qoladi. Sen degan bizning ulgimiz. Qasam qilaman, Abdullah uchun nimani talab qilsang biz beramiz. Bütün boyliqlarimizni talab qilsangmi, hammani sang berayli. Xolig'ingni al. Sizlar nima deysizlar Quraysh xalqi? Sizlar bir nima deb beqinglar. Abdulmutallib qasimidan yanadigan birisi emas. Zamzam bulug'ini qazishimga, uningdan chiqqan suv bilan mol chorvalarni sug'urishga amr qilgan u edi. Mundaq qilayli. Hijozdagi kohinning yeniga berib, uning maslahatini olayli. Agar u o'g'lingni o'ltirish to'g'riliq bishorat bersa, ondan o'ltirasan. Ammo boshqa bir yo'l ko'rsatsa, shu bo'yicha yo'l tutamiz. Herkes Abdullahni bo'g'izlaydigan ishni qilma. Sadagan ketay Mughira. U mening eng yaxshi ko'rgan o'g'lim. Uningga qasimimni aytsam, u hech ikkilanmasdan dada qasimingni ado qil dedi. Hey Mutallib o'g'illari. Mutallib o'g'illari. Hijozdagi kohinning yeniga berishga tayyorlik qilinglar. Balkim u bizga bir chiqish yo'li tepib berar. Ey Kabe'ning Parvardigori, Abdullah'ning panohingda saqla. Onun uchun sana jinim pidodir. Ey Kabe'ning Parvardigori, Abdullah'ning panohingda saqla. Onun uchun hamma narsamni pido qilay. Cherkovning qurilishi oxirlashib qolgandi Ibn Mas'ud. Albatta aliyleri. Oxirgi qurilish ishlarini tamomlayapmiz. Yaqinda u yerga Najiron shahidlarining jasadlarini olib qo'yamiz. U yer dunyoning eng go'zal cherkoviga aylanadi. Dunyoning eng mashhur cherkovi. U yer Najron shahidlarining ismlari esilgan cherkov bo'lamdi. Asli maqsad arablarning haj faoliyatini bu yerda qilishga amr qilaman.
Ammo arablar haj uchun Makkaga bordi. Ular Makkani Hazrati İbrahim qurgan deydi. U yani muqaddas biladi aliylari. Hiç tushunmadim. Ka'bada butlar cho'qinadi. Arablarning mo Najronliklarga o'xshash xristian diniga itoat qilgan vaqti keldi. Bizning ulug' bovimiz Al-Harb Najron shiitlaridan biri edi aliylari. Sen adik qurilishni tez bittiringlar. Ko'rish uchun taqozolik bilan kutyapman. Chirkov bitgan hamon arablarning haj faoliyatini u yerda qilishga amr qilaman. Buni qanday ijro qilasiz aliylari? Chirkov bitganda sizlarga deb beraman. Qandaq bo'ldi Abdulmutallib? Xo'sh xabar elib keldingmi? Abdullah qutuldi. Qandaq qutuldi? Öpkani besivol xotun. Men biroz harduq elib olay. Kahinning yeniga barsaq, u Birjonning xuni qanchalik deb so'radi. Biz 10 to'ga dedik. To'gi bilan Abdullah orasida pal silishimizni aytdi. Allah rozi bo'lganiga qadar to'gilarning sonini oshirdi ekanmiz. Oxirida u to'gilarni qurbonlik qiladi ekanmiz. Qancha to'yga kessin, buni bejo keltir. Buningga qandoq badal to'lasammi ado qilaman. Hashim va Mutallib qabilalarining qarshiligiga qaramayman. Hashim va Abdulmutallib qabilalarining hammasining ruxsati bor. Sina qabilasining ruxsati bor mana. Parvardigorimiz rozi bo'lgan qadar davom qilamiz va qutuldirgandan keyin Abdullahni o'ylab qo'yman. Marhamatingni umid qilamiz ilohim. Menmi xotin olaman. Nimani xohlasang shuni qil. Ammo Abdullah uchun qurbonlik berishni unutib qolma. To'g'ri. Aqiq qilishni unutma, Abdulmutallib. Buni hargiz unutib qolma. Undaq bo'lsa, ati Ka'baning ichida ko'rishayli. Bu Abdullahning o'qi. Bu to'gilarning. Qani boshlayli. Abdullah. Ka'baning parvardigori, o'g'limni panohingda saqla. Abdullah. 10 to'ga qo'sh va qaytadan pal o'qi tart. Abdullah. 10 to'ga qo'sh va qaytadan pal o'qi tart. Ka'baning parvardigori, so'zimni anglayapsanmi? Qanday xabar elib kelding? Xaloqlar bilan pal tartilyapti. Endi qanday qilamiz? Ey Ka'baning parvardigori, bu muqaddas uyning egisi. Abdullah uchun qilgan qurbonlikni qabul qil. Abdulmutallibning qurbonligini qabul qil. Sendan o'tinib qolay. Dadam qasam qildi. Hashim va Mutallibning bütün mal-mulki ketadigan ish bo'lsa-mu, ular pido qilishga qasam qildi. Ey Ka'baning parvardigori, sendan o'tinib qolay. Abdullah. Ka'baning parvardigori rozi bo'lganiga qadar pal o'q tortishni davom qilinglar. Ah, parvardigorim. Bajo keltiraman. Parvardigorning talab qilganini cho'qim bajo keltiraman. Oxiri to'gilarga chiqdi. Xo'sh xabarim bor Fatima. Yaxshi xabarim bor. Ey Quraysh xalqi, xo'sh xabarim bor. Hashim xalqi. Abdullah qutuldi. Ka'ba atrofida 100 to'gi zab'i qilinadi. Ko'chalarda, ishik oldilarida va tog' bag'rida zab'i qilinadi. Hammasi bo'ladi. Tangri Abdullahni panohida saqlasin. Hatta 100 to'gi qurbonlik qilinadi. Tangri Abdullahni panohida saqlasin. Bu Tangrining bizga qilgan marhamatidir. To'gilarning go'shidan hammamiz tegsin. Boy kambag'al, hajga kelganlar, umri kelganlar bo'lsin, hech kim kam qolmasin. Ey Quraysh qabilasi,
Hey Haşim kabilesi. Oğlum Abdullah'a Vahap'nın kızı Amine'ni xotunluq ep berimen. Sözümge quloq selinglar. Chirkov putgan vaqtida Makkaga berib, arablarning Ka'basini o'rib tashlayman. Ondan keyin hojilarga Sanodagi chirkovni ziyorat qilishni amr qilaman. Ham shundoq qilishga majburlayman. Agar arablar qabul qilmay qolsa, Ka'bani qaytadan bino qilib qanday qilamiz? U chaqda men qayta o'rib tashlayman va Rim imperiyasiga qadar ziminlarni qo'rshovga elib, Hijoz diyorini ishg'ol qilaman. Hamda hammasini xristian bo'lishga majburlayman. Hammasini, butun hammasini. Ondaqda Rimliqlar qanday qiladi? Rimliqlarmi? Ularga nim bo'lmoqchidi? U Rimliqlarning 100 yildan beri vujudga chiqarib bo'lmagan ishi. O'ttir dengiz atrofida yashayotgan insonlarni xristian qilish, Hindistonga boradigan yo'lni Farislar va arablardan saqlash uchun Hindiston va Xitoydan keltirilgan ipak va pilt ishlarini, shundaqla tamxurush, tetutqularning hammasini qo'lga keltirish qo'ydi. İmperatorning asli maqsadi bularga ega bo'lish, mening vositam bilan erishish. Gapimni tushundingmi, Mas'ud? Ha? Tushundingmi? Ammo buningga atrofdagi podshohlar qanday qaraydi, alilari? Atrofdagi podshohlar qanday qila oladi? Men degan Yamanning podshohi Rimliqlar meni har vaqt qo'llaydi. Men Rimliqlarning bu tijoratini qo'llayman, ammo ularning diniga ishonmayman. Atrofdagi arablar chirkovga yig'ilsa, u yer tijorat markaziga aylanadi. Pul topimiz pul. U chaqda men Abraha ularning podshohi bo'laman. Podshoh Abraha. Pul topimiz pul. Chirkovni tez bitiringlar. Yaqinda bitadi alilari. Xotirjam bo'lsizlar. Ey Qurayshliklar. Sizlar Makkaning beshi va oqsoqollari. Biz Qusayl va Ayning avlodlari. Ota-bobolarimiz dunyodan ketdi. Hashim G'azziga dafn qilingan. Mutallib Yamanga dafn qilindi. Navfal Iroqqa dafn qilingan. Abdushams muqaddas uyning yenida yotadi. Hayat qag'allar salomat bo'lsin ya Abdulmutallib. Hamma salomat bo'lsin. Sen bizning raisimiz Abdumutallib. Rahmat sizlarga. Hojilarga tamoq taqitish va ularga suv berish ajdodlarimiz bizga o'rgatgan o'gitlardir. Dadam Hashim boshlab bergan, biroq biz varislik qilolmagan bir o'git bor. Men uni ihyo qilaman. Buningga hech kim qarshi turmasin. Nima o'git o Abdulmutallib? Dadam bir qitim safarga chiqish oldida Qurayshlar bilan majlis qurganda shundoq degan edi. İçimizdeki ba'zilar bola chaqalarni yiroq yerlarga opirib, u yerda chidir qurib, holdan vaqtida xabar olmay, ularning o'lishiga sabab bo'lgan. Ular boshqalarning kamsitishidan ansirab yordam so'rayolmagan. Bu bir qaboat edi. Hozir undaq ishdan asar qolmadi. Bu ish yana takror maydonga keldi. Quraysh, G'anana va Abash qabillarning atrofiga tarqalib ketdi. Bularning hammasi aqlimizga, sharafimizga, mard saxiyligimizga dog' keltiradigan harakatlardir. Qandaq amaling bor Qurayshning oqsoqili? Maqsud al-Kuzanning degini bo'yicha qilamiz. Baylar yetimlarga ega chiqsa, hech kim och-yalang'och qolmaydi. Hashimning vasiyatini ihyo qilamiz. Qurayshdagi har bir boy az deganda bir piqirni himoyasiga oladi. Bundaq bo'lganda ular xo'rliqda qolmaydi. Makkaning atrofidagi qullar bilan yashayotgan piqirlarni qandoq qilamiz? Ba'zilari dardini ichiga yutib bu yerda qoldi. Yana ba'zilari tijorat bilan kelib ziyon tortdi. Ba'zilari hech nimasi yo'q. Yolg'iz beshiq qoldi. Bularga kim ega bo'ldi? Tonush bilishi va urug' tuqqanlari bo'lmaganlar
Kabe'ga atgan qurbonliqlar bilan beqilish kerak. Yana o yerga atgan kiyim-kechaklarni kiyish kerak. Quraysh xalqining Baytullohning qo'shnisi ekanligini unutib qolmanglar. Bütün arablar sizlarni ulgi qiladi. Hargiz qulduringlarni och-yalang'och qo'ymanglar. Qadrli do'stlarim. Ulan och-yalang'och qo'ysanglar, sizlarni o'ltirishdan qo'rqmam sizlar. Senin qandaq amaling bor do'stim? Sen nima demoqchi? Sen ye pichirgin. Chunki seningdan boy odam yo'q. Tövbe qildim, Xudoyim. Tövbe qildim. Qosay va Hashimdan boshlangan miroslarımızdan raisimiz Abdulmutallib tarafidan ihya qilinishi bu bir vasitliqdir. Men qaznimning o'tini har doim o'chirmayman. Chorasizlarning och qolmaslik uchun kapolat berman. Mening deydigan gapim mushu. Chorasiz peqirlarni hargiz och qo'ysak bo'lmaydi. Tangir seni o'z panohida saqlasin, tayin. Sizlar muqaddas joyning insonlari, uning xizmatkorlari, Arab hojilarining butlari sizlarning tuproqlaringlarda. Arablarga mard mardonliqinglarni ko'rsatib tursanglar, har doim hukmronlik o'rnida tursizlar. To'g'ri gap qilding, to'g'ri. Men keldim aliyleri. Hoş geldin Espan. G'amkin ko'rindi sen go. Nima xabar ep kelding? Qamlashmagan bir ish bo'ldi. Nima ish bo'ldi? Kanadadan bir Qurayshlik keldi. Butlarga cho'qinadigan bir ekan. Shirkovga bir ishlarni qilib qo'ydi. Men mu tushunmay qoldim. Bak g'alita. Ajab achchig'im keldi. Bir ish qildimi? Zodi nima ish qildi? Edepsizlik qilib Shirkovga cho'ng tahorat qilib qo'yibdi. Bu so'g'imizga kapdi. Ko'nglingni yerim qilma Espan. Makkani ishg'ol qilib, butlarni yiqitish uchun buningdimi yaxshi bahona bo'lmas, naq o'ylig'inimizdek bo'pti. Shundaq emasmi, ha? Ham g'alba qilamiz, Hijozni ishg'ol qilamiz. Kanadadan kelgan odamlar qayerda? Hilos, bu yerga kel. Hilos. Bu yerga kel da'vatima. Qani digina Aspan, sening yiningga kelib ketadigan makkiliklar yo'qmi? Albatta bor aliyleri. Yamanga doim kelib ketib turdiganlar bor. Ulardan ep kelinglar. O muqaddas uyning ahamiyatini tushunib baqayli. Agar unda qilsak aliyleri bizning maqsadimizni bilib oladi. Bilivasimi nima qila olaydi? Tangri bilan qasamki, ularni zo'r qo'shin bilan ustiga otlanaman. Ular qo'qqinidan uy makonlarini tashlab, g'arlardan o'rin elib, o'zlarini qutqizdi. Xuddi lochinni ko'rgan kaptadek qo'rqib qochidi. Qani digina Aspan. Arablarning hammasi bu muqaddas uyni o qadar yaxshi ko'ramda. Bir qanchasidan boshqa hammasi bek yaxshi ko'rdi. Ulardan Kalib o'g'li Al-Harb qabilasi ular xristian bo'lganligi uchun uncha yaxshi ko'rib ketmaydi. Undan boshqa Tasriblar, Xaybardagi yahudiylarmi bor? G'atapan qabilasining bir qismini yaxshi ko'rmaydi. Egilishimizcha, arab qabilalari orasida xristianlik tarqalib o'tibdi-dak. Yana bu o'yini ulug'lashning va haj tavob qilishning nima ahamiyati bor? Aytishlar qaraganda Kabani Ibrohim bilan o'g'li Ismoil bino qilganmish. Har bir qabila o'zining butlarini Kabaga qo'yib, ziyorat qilish uchun hajga boramish. Qachongacha shundoq bo'la? O'lgicha aliyleri. Qurayshlik tijoratchini yenimga chaqirib kel. Sen nima qilding Kanonat? Qishda tijorat qilish uchun Yamanga bordiganligimizni bilmamsan? Abraha g'azablandi. Kesib ayta olmaymanki, chirkov soldirishdan maqsad g'azabidan bo'lgan.
Әмді Əbraha, Kenanət və Qurayşlər əskər tartıdı. Mən Kenanlıq Saqim qəbiləsidən. Uruş haram qılğan aylarning hörmətini saqlaganlar biz. Sən məni bulan bilməydi deyə qaldınmı? Uruş haram qılğan aylarning hörmətini qıldıq. Bu səbəbdən bir il çəkləb, yana bir ili ruxsat qıldı. Hişam, aylarning hörmətini qılğan bizlər Kəbənin nə qədər əhəmiyyətli ekanligini bilamiz. Qasb oğlu Ömeyrning qancha qatim so'zligini anglamadingmi? Mat qabilasi soyluq qabilalardanmi yaxshi ekanligini biladi. Kim bizning oldimizga chiqa oladi? Urush haram qilingan oylarda urush to'xtatib, uning hurmatini qilganlar biz emasmi? Bularga nima deysan? Buni bilmən Kenanət. Amma sən padşahının açığını keltiribsən. Qurayş Kenanlıqlarning beshiga tugmaydigan bir balo teribsən. Rostini aytsam, nimishqa bunday qilding hech tushunmadim. Abrahaning arablarga soldurgan chirkovni haj faoliyati qilishga zo'rlaydiganligini angladim. Buni qilishdan maqsad arablarning muqaddas Kabadan boshqa yerlarni ulug'lamaydiganligini bildirib qo'yish. Tez bo'l, hozir Makkaga bor. Abrahaning askarlari u yerdagilarni o'ldirishdan burun ularni xabarlandir. Tez bo'l, tez. Nimaga hangvi qilib tursan? Mekke'ye qanchalik yo'l qoldi? Yarım kunlik yo'l qoldi. Birodarim Abdulmutallibni seg'indim. Uningga moddiy va ma'naviy jihatdan sanoqsiz qarzdorman. Qatan qabilasi qarab mangayli. Sen kimsen? İsmim Onata El-Himliyet. Padişahdan xabar elib keldim. Padişahdın mı? Padişah menadın nima talab qildi ekan? Seni ko'makchikan. Nimishqa? Biror ish bo'ldimi yoki menadın biror narsa olamdi ekan? Men padişah emas, berib uningdan so'rasa. Bo'ladi Onata. İşlerimni bitirib, odamlarimni xabarlantirib qo'yib boraman. Isming nima? Al-Mughiraning o'g'li Hisham. Undaq bo'ls, tez bo'l. Padişahning huzuriga chiqish uchun usti-beshimni o'ngishib Bo'pti, o'ngishib ol. Bizni jiq saqlatma. Hala? Yaxshimisan hadisi? Vallahi qandaq, yaxshimi? Yaxshi. İçide oynayotidi. Agar o'g'il farzandlik bo'lsam, ismini Hamza qo'yaman. Ilohim sana talab qilganingni bersin hadisi. Qani, o'ltir. Birdan mondishayli. Abdullah bilan Aminaning to'y ishi. İçimden kelgan bir his bu to'yning xayrlik nikoh bo'lganligini bildiryotidi. Sen qanday qaraysan hala? Abdulmutallib dadisi. Sana deydigan bir maxfiyatlik bor. Qani degina? Hala. Sen mening kichik xotinim, ham kichik farzandimning onasi. Kabining tangrisidan san uzun ömür ve farzandlarimga baxt tilayman. Andish qilma hala. Abdullah bilan Amina to'g'risida nima deysan? Abdullahga munosabatlik. Ruqiya mening yaqin hamshirim va bir-birimizni bek yaxshi ko'rishimiz. Dadasi. U uydan talog'i chiqmaydi. Agar muhim ish chiqib qolib, chiqqan taqdirdami ko'ngli yerim bo'lib yig'laydi. Abdulmutallib. Nimaga uncha vala qiladi? U bir yaxshi oilaning qizi.
Haqiqat ustida turadigan qarindishi Ibn Varaqa dindor va mard bir yigit. Ularning oilasini yaxshi ko'raman. Ruqiyaning zodi nima dedi bakan? Abdulmutallib. Bir kuni onundan bu to'g'risida so'rasam, hech nima demadi. Meni andishiga silib qo'yding. Davom qila. Quraysh ayollari ichida Ruqiyadek bir hayoliq ayol yo'q. Sen Abdullah uchun qurbonlik bermoqchi bo'lgan vaqtingda o muqaddas uyning yeniga berib duo qilganligini ko'rdim. Abdullahning qutulib qolganligi uchun bek xushal edi. Har kim anglug'idek ovoz bilan munojat qildi. Hamma buni hikoya qilib yurdi. Abdullah bilan to'y qilsam ekan. Onda bo'lsa to'yni qilib qo'yayli. Nimani saqlaymiz? Biz degan Qurayshning jamoatlik oilasi. Bir necha xotin bilan to'y qilsa bo'ladi. Ba'zilar 3, 4, 5 hatto 10 xotin og'allarmi bor. Buning qabul qilinmag'idek yeri yo'q-ku hali. Nimaga buncha g'am qiladi? Bularni u pek obdan biladi. Ammo Abdullah bilan to'y qilishni xohlamadi. Xohlamaydi dedingmi? Shundaq rad qildi. Hali uning o'ylaganlarini degani? Ruqiyaning deyishicha, Abdullah muqaddas uydan chiqqan vaqtida peshonasidan bir nur chaqnab turganligini ko'rgan ekan. U darhol Abdullah tegish arzusi borligini aytgan ekan. Abdullah buningga qo'shilmay, Vahabining qizi Abdullah uningga qo'shilmay Amina bilan to'y qildiganligini, biroz vaqt o'tgandan keyin andin Ruqiya bilan to'y qildiganligini debdi. Ammo Ruqiya buni ma'qul ko'rmabdi. Chunki Amina bilan to'y qilsa, bu nur yo'q bo'larmish. U nurning yo'q bo'ldiganligini na'dim bilgandi. Buningga odamning ishingiz kelmaydi. Abdullahga ma'qul ko'rmagan boshqa sabablarim bormi ya? Uni ichiga tushib ketdi. Nima deganligini farq etmay qoldim. Yig'lab turib bir nimalarni maqsad qildi va bir nima dedi. Faqat esimda qolmabdi. Ondaqda uning yeniga berib nimani maqsad qilganligini bilib kelgin. Aminaning homiylik to'g'riliq xabar bormi? Amina menga bek hayron qolganligini dedi. Nimaga hayron bo'pti? Boshqa ayollar homildor bo'lganda mushaqqat tatidi ekan. Ba'zilar o'rilib cho'rlanmaydi ekan. İştihaz tutulup özlerini kesel his qilar ekan. Ammo Amina uning qo'sig'idagi homilning jiniga jon qo'shganligini aytib, uni bek yaxshi qilganligini dedi. Seningcha bu to'g'rimi hali? Amina o'zini to'limi yengil his qilganligini, biri uningga yordam qilib qo'saq keltirib berayotganligini deydi. Buni sir saqla. Qat'iy sir saqla. Nevrimizning büyük kelachigini his qilyapman. Büyük kelachigini. Makka tijoratchisini elib keldi qoliylari. Hurmatli podsho oliylari. Seni nemiga chaqirtganligimni bilamsan? Bilmayman oliylari. Sizlardan birsi chirkavimga tahorat qildi. Buni qabul qilib bo'lmaydi. U odamni talab qilaman. Sen bo'lsang qanday qilarding? Shundaq oliylari. Qabul qilolmaydik. İnsanlar nima ish qilish haqida erkindir oliylari. Bu ishni qilgan odam bir sarang. Qig'uliqni qilib bo'lib, yurtiga qochdi. Qochdi dedingmi? Uning qig'indan xabaring bor ekanda. Uni sen qochirib yetibsan-da. Uni tutishni xohlasangiz men odam avatay. Men jamoatlik oiladan biri, ajdodim Makkaning hukmronlaridan. Muqaddas uy arablarning haj faoliyati qilgan markaz. Hech kimning chirkovingizni haqorat qilishiga yo'l qo'ymaydi va u sarangni sizga elib keladi oliylari. Endi ishqimma, u uyni nima uchun ulug'laydiganliginglarni bilmadim. Ichi saxta butlar bilan to'ldirilibdi. U bovimiz Ibrohimning uyidir. Bütün arablarning muqaddas biladigan uyidir. Har kimning umrida bir qitim haj qilmoqi, qurbonlik mol bo'g'izlishi va duo tilovat qilishi talab qilindi oliylari. U yer muqaddas uydir. U yer bütün arablar uchun bek ahamiyatlik. Bir zolim yoki yomon niyatli kishining
uni haqorat qilishga va uni yiqitib tashlashga jur'at qilgan emas. U yer arablarning eng muqaddas biladigan yeri, Allohning uyidir. Tushundim. Uzundan beri anglab kelyapman. Men sizlarga Yamanga kelib, erkin azodi tijorat qilishinglarga yo'l qo'ymidimmi? Lekin sizlardan biri chirkovga hurmatsizlik qildi. Bu bek qo'rqinchli bir ish. Hargizmi kechirgul bo'lmaydi albatta. Ammo nima uchun sizlarga foydasi bo'lmagan va ziyni bo'lmagan butlarga cho'qinisizlar? Nimishqi chirkovimga kelib, uni haj faoliyati markazi qilmaysizlar. Yaman sizlarning tijorat yo'llaringlarning biri. Tijoratni bu yerda qilib, boy bo'la olasizlar, shundoq emasmi? Oliylari, arablar muqaddas uyni hech nimaga tanqinmaydi. Hatto jinni beradigan ish bo'lsinmi? Qo'shini hozir qilinglar. Bosh ustiga oliylari. Makkaga kelganingni qarshi olamiz. Qadrli do'stim Abdulmutallib. Ular boyliqlarning podshohi. Ular boshqurg'uchi. Biz xor insonlar bo'lib qoldik. Kabe Tanrisidan bu savolning javobini burunroq berishini umid qilaman. Her ishning bir oxirlashadigan vaqti bo'ladi. Ota-bobolarimiz bizga Tabiyaning podshohlaridan biri bo'lgan Rabiya ibn Asning nihoyat qo'rqinchli tush ko'rganligini aytgan ekan. Shuning bilan kohinning yiniga berib tushning ta'birini berishni umid qilibdi. Podshoh eshikdan kira-kirmayla kohin tushning ta'birini so'zlashga boshlabdi. Podshoh kechilarda kelib tuproqlarini bosgan bir volqon magmalarını ko'ribdi. Uni hamma odam yavatqanmish. Ajoyib g'aroyib bir tushganda. Podshoh shundoq debdimish. Boshqasini bilmadim. Tushdi deyishcha bir bölük insonlar Etiopiya kepdimish. Abiyan va Jarash orasidagi zaminlarni qo'rishabdimish. Bu bir ochiq haqiqat. Podshoh debdi. Bu qachon reallikqa aylanadi? Mening podshohlik davrimdimi yoki mendan keyinmi? Kohin shundoq deb javob beribdi. Yo'q, sening davringda emas. 60-70 yillardan keyin ro'yobga chiqadi. Podshoh yana so'rabdi. Ular u yerda qolamdi yoki bir muddatdan keyin ketamdi? Kohin debdi. Har bir mezgildan keyin bu tuproqlardan qo'g'linib ketadi ekan va o'ltiriladi ekan. Podshoh yana so'rabdi. Ularni kim o'ltirdi ekan? Kohin bununla cevap berib, yerning o'g'li Yaran Yamandan qo'g'lab chiqirdi ekan. Podshoh so'rabdi, saltanat davom qilamdi? Palchi javob berib, faxrlik bir payg'ambar uning o'rnini bosadi. Podshoh yana so'rabdi, bu payg'ambar qaysi qabiladan dunyoga keldi? Palchi javob berib, umrining oxirgi vaqtlarida podshoh o'g'li Jak, G'olibning o'g'li Kanan Malikning o'g'li Adnan. Odamning ishongusi kamligidek tushda bir ekan. G'olibning o'g'lidan biri payg'ambar bo'ladi ekan. İşçilardan biri Abdulmutallib.